Leksimizi başlayımız, leksimizi başlayımız hürmetlik vatandaş. Endiki ikinci leksiyaga kulak verisler vatandaşlara. Bugün çiz tağı 2020 yıl 5. ayının 21. gün heptiki Perşembe. Endilikti mavzumunda. Endilikti mavzumunda vatandaş. İntayen sezgör bir vakitte Prezident Vladimir Putin Prezident Trump katılıpın bədi. Telefon berişten ahmeti intayen zor. Mavzulu haber 5. ayının 20. günü Velmiyet Orbiti ilan kılındı haber. Ondak başlan. Johns Hopkins Üniversitesi'nin statistikilik malumatı asaslanğanda 5. ayının 20. günü Rusya'da tacısıman virüs bilen jukumlanğanlar 300 bin nefer buldu. G'arb dünyasıda fakat Amerika'dan kalsılar Rusya eğer jukumlanışqa duçar bulgan devlet bulup hesaplandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemasi 5. ayının 19. günü CNBC televiziyasiga mundaq dedi. Rusya yangi tacısıman virus paydo qilgan ommaviy sog'lomlik krizisini boshdan kechirib, Rusya Federatsiyasining prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpga telefon berib, Rusya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpga telefon berib, tacısıman virusga qarshi turush jihatda yordam berishni talab qilgandan keyin Amerika Rusya Federatsiyasiga 200 dona nafas olish mashinasi yordam qildi. Rusya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning yordam talab qilishiga javoban inkas qaytarib Prezident Trump Rusya xalqiga 200 dona nafas olish mashinasi yo'llab berdi. Birinci Türk'ümde yollanğan 50 tane nefes eliş maşinesi Amerika'da yasalgan. 5. ayının 20. günü Rusya'ya yollap verildi. Dep körsetti Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkemasining bayonotchisi. Amerika Qo'shma Shtatlari mundaq dedi. Rusyani tibbiy davolash uskunalari bilan ta'minlash Amerika'nın yer şarı bo'yicha ittifoqdoshlarni tacısıman virusga qarshi tadbirlar bilan ta'minlashning bir qismidir. Hamda bu orqali Amerika-Rossiya munosabatlarining yaxshilanishini umid qilamiz. Hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari dunyo bo'yicha 50 dan ortiq davlatga 150 dona nafas olish mashinasi yordam qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p taraflardan Rossiya bilan yaxshi munosabat o'rnatishga izlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p taraflardan Rossiya bilan yaxshi munosabat o'rnatishga izlanmoqda. Suhbatlashish va dialog darvozasi ochib etildi. Biz ko'pchilik birlikda tirishchanlik ko'rsatib, davlat alqıgan o'rtaq tahdidga o'rtaq qarshi turishimiz kerak. Diqqat vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari, takrorlayman juma, Amerika Qo'shma Shtatlari ko'p taraflardan Rossiya bilan yaxshi munosabat o'rnatishga izlanmoqda. Suhbatlashish va dialog qurish darvozasi ochib etildi. Biz ko'pchilik birlikda tirishchanlik ko'rsatib, davlat alqıgan o'rtaq tahdidga o'rtaq qarshi turishimiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi o'tmishdagi krizislarda o'zaro insonparvarlik yordami berishgan. Kelgusida ham shubhasizki yana shundoq o'zaro yordam beramiz va o'zaro bir-birimizni ta'minlaymiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkamasining bayonotchisi.
4 ayının başlarında yuqumliq virus tarqalishga boshlagandan keyin Rossiya Federatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlariga insonparvarlik yordam etgan. Bunun içinde nefes elish mashinasi qatorliq tibbiy uskunalar bor edi. Ondan keyin yuqumliq virus Rossiyada shiddat bilan tarqaldi. Rossiya Federatsiyasi Amerikadan yordam talab qildi. 4 ayının 25 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin oz uchraydigan bir ahvolda birlashma bayonot e'lon qilib, Ikkinchi Dünya urushi mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan sobiq Sovetlar armiyasining Girbaniyaning Elba daryosi ko'rigida uchrashganligining 75 yilligini xotirladi. Bayonotda mundaq deyildi. İki devlet o'rtasidagi ixtiloflarni cho'rib o'tib, o'zaro ishonch asosida hamkorlik o'rnatib, 21-asrdagi eng og'ir xristianlarga o'rtaq qarshi turmas. Anglayapsizmi Turan efendi? Anglayapsizmi Qirg'izistondagi do'stimiz Shamshiddin efendi? O'rnatib 21-asrdagi eng og'ir xristianlarga o'rtaq qarshi turmas. Yer şardı yuqumliq virus yamrayotgan halqiliq nozik bir paytda Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning oz uchraydigan bu faoliyatlarining ahamiyati intayin zo'r. Turan efendi, Shamshiddin efendi. Bu faaliyetler dünya Rossiya Amerika münasebetlerinin yaxshilanganligidan signal berip qalmay, şundaqla dünyaga yani şundaq signal tarqatdi ki Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l tutishib Jungo Kompartiyasiga taqobil turdi. O'xshashlar yani şundaq dünyaga yani şundaq signal tarqatdi ki Turan efendi, Shamshiddin efendi, Azat Hacem. O'xshash yani şundaqla dünyaga yani şundaq signal tarqatdi ki Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l tutishib Jungo Kompartiyasiga taqobil turdi. Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini so'rashda qiladi deb uchor tarqatdi. Jungo Kompartiyasining mas'uliyatini so'rashtiqirish hurmatli Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin efendi yalğız virus meselesi ve virusning tarqalishi meselesi emas. Siz bilasiz ve bilib turibsiz, ko'rib turibsiz, mustamlika Uyg'uristondagi 3 milliondan ortiq Uyg'urning nazarband qilinishi ve uning xo'rliqqa, odamchilikka yot bo'lgan xususiy masalan xarakteriga hujum qilishlarga uchrayotganligini, xo'rlanayotganligini ko'rib turibsiz. Prezident Vladimir Putin efendi endi sizning Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir efendining Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi bilan birlikda yuqorqida yani Jungo Kompartiyasiga taqobil turishdi. Mosha masalalarga e'tibor berishini biz talab qilamiz. Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin efendi.